Tashqi ko'rinish unutilmas taassurot uyg'otadi deyshadi. Hozirda tashrif buyurgan xonadonimizning tashqi ko'rinishiga dunyo bo'yicha Super Bianco avtochentolaridan foydalanganmiz. Tashrifimizdan maqsad usta akamiz hamda xonadon egalaridan fikrlarini olish. Ilhomjon aka, Domstroy showroomdan necha baqir avtochenta oldingiz va qancha kvadratga yetkazdingiz? 2 bo'lib oldik, 25 baqir bir oldik, bir yana 25 baqir olib, shuna qilib birinchi olganimiz 330 kvadratga yetdi. Keyin nari hovliga ishlatdi, shu yaxshi ekan, nimalar, effektlar. Aka, devorga ishlatilgan faktura hamda rangga to'xtalib o'tsangiz. Rangi 2 xil rang berdik, to'q, och. Faktoriya chiqarishda iriroq faktoriya chiqardi, kattaroq ko'rinsin deb. Mayda chiqarsak, mayda bo'lib qolib, quyosh nurida nima bo'lmasin. Iri bo'lsa, tovlanishi ham yaxshi bo'ladi. Kattaroq ishlab berdik-da. Ko'rinib turibdi, xonadonning devorlari ancha baland ekan. Shunga yarasha katta faktoriya ishlagansiz. Bizda shu kabi xizmatlar bor. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Showroomimiz manzili Hamza teatri ro'parasida Yangi Chorsuda joylashgan.